Akalar o'z davrining legendasi hozir ham o'z o'rnini yo'qotmagan Nexus haqida gaplashamiz. Bu mashinamizga nima ishlar qilib berilganini video davomida kuzatib borsanglar bo'ladi. Yuragida o'ti bor o'g'li bola borki, bu mashinaga qiziqmaslik iloji yo'q. Sizlar bilan Tuning Xavsandi. Bir oltida yuradi, baqillatib yuradi. Bir oltida yuradi, baqillatib yuradi. Niski pasatkalarda bezinda ham yuradi. Niski pasatkalarda metanda ham yuradi. Dadajoni bor, pullari ko'p. Akalar, bu mashinamizga qilingan xizmatlarni birma-bir sanab o'taman. Mashinamizning kuzov qismida professional polirovka keramkalari bo'lgan hamda kosmetik rixtobli joylarini ham to'liq holatda qilib berganmiz. Mashinamizning birinchi holatda salon futlarini to'liq holatda himskilarni qilib, to'liq holatda shumzalash ishlarini ham qilib berganmiz. Mashinaning kuzov qismida yiltirashining sababi polirovka keramkalari professional darajada bo'lgan. Agarda sizga ham shu xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Sizlar bilan Tuning Xavs Andijon.